Odamlarning narxi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatni qoyim bo'lganini ko'ravering. Baq shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib olsa yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yib yubordi. Ko'zinglarni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Odamlarning narxi pasayib ketyapti. Ukalar, narximiz pasayib ketyapti bizga. Bitta to'pni shu darvozaga kirishiga ko'zimiz to'r. 2 soat o'tiramiz. Gol, gol. Yo bo'lmasa, yutkizib qo'ydik. Ertasi kun chiqib olib, somorda soatlar muhokama ketadi. To'g'rimi? Odamning qadri uni kimlar maqtayotganligi bilan o'lchanyapti. Odamning qadri unga kimlar ergashayotganligi bilan o'lchanyapti. Agar faqat odamlar erishayotganligi bilan uni qadrli desangiz, futbolist orqasida milliardlarga muxlislari bor.